Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi demak fors tilidan e, o'tadigan mavzuyimiz fors alifbosidagi itqi, izg'i, ayn va g'ayn harflari va ularning grafik xususiyatlari hamda ulanishiga bag'ishlangan. Rejamiz bo'yicha demak itqi va izg'i harflari, ya'ni to va zo harflari, ularning yozilish va o'qilish qoidalari. Birinchi. Ikkinchi, itqi va izg'i harflarining o'zaro va boshqa harflar bilan ulanishi, ulanishi hamda e, ayn va g'ayn harflarining yozilishi va o'qilishi qoidalari, ayn va g'ayn harflarining o'zaro va boshqa harflar bilan ulanishi masalasiga bag'ishlangan. Xo'p, demak, birinchi nima bo'yicha itqi va izg'i harflari ularning yozilishi va o'qilishi qoidalariga e'tibor beramiz. Xo'p, demak, itqi to deb aytiladi, qattiq T, hamda zo yoki izg'i. Xo'p, to yoki izg'i o'zbek tilidagi T harfiga, to harfi o'zbek tilidagi T harfiga yaqin. O'ng va chap tomondan kelgan harflarga ham bog'lanadi, ya'ni to'rt xil ko'rinishga ega. Yakka alohida holda so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakllarga ega. Bu tovush ham arab tilidan kirib kelgan so'zlar uchun xos hisoblanadi. Satr chizig'ida yoziluvchi harflardan, ya'ni satr ustida yoziladi. Satr ostida emas. Mana misol tabobat degan so'z keltirilgan. Tabobatda bu yerda demak so'z boshida kelgan va B bilan bog'langan. Hamda xat so'zida to harfi so'z oxirida kelgan. Shart so'zida ham so'z oxirida kelgan. Xo'p, e, demak to harfi arab tilida bu nima desam bo'ladi? Qattiq T bo'lsa to deb yoki arab tilida bu to kelgan bo'lsa fors o'zbek tillarida T tarzida talaffuz qilinadi. Endi zo yoki izg'i o'zbek tilidagi z tovushiga yaqin keladi. Har ikkala tomondan keluvchi harflarga qo'shilib yoziladi. To'rt xil yozilish shakliga ega yakka holda so'z boshi, so'z o'rtasi hamda so'z oxiri. Demak, bu harf ham satr ustiga yoziladi. Endi biz to bilan buni solishtiradigan bo'lsak, demak, faqat bitta nuqtasi bilan farq qiladi. Masalan, zohir so'zida so'z boshida kelgan, nazmda so'z o'rtasida kelgan. Xo'p, to'dan farqli o'laroq zo harfi ustiga demak bir nuqta qo'yish orqali hosil qilinadi. Biz buni ko'rdik. Hamda zo harfi demak z deb talaffuz qilinadi. Hop. Endi itqi va izh harflarining o'zaro va boshqa harflar bilan ulanishiga oid misollar keltiramiz. Demak, to harfi arab tiliga xos bo'lgan tovushni ifoda etsa, fors tilida bu tovush uchramaydi, lekin demak to tarzida emas, ya'ni t tarzida uchraydi va bu so'zlar ham o'sha arab tilidan kelgan so'zlarda ishlatiladi. Masalan, tolib, tuti, o'toq, lutf, nutq, basit, g'alat so'zlaridir. Zo harfi endi bu ham arab tiliga xos bo'lgan tovushni ifoda etganligi sababli bu harf bilan faqat arabcha so'zlar fors tiliga kirib kelgan. Masalan, zolim, zulm mana so'z boshida kelyapti. O'zidan keyin bittasi alif harfini, undan keyingisi demak lam harflarini bog'layapti. Hop, zohiran, vazife, mazlum, lafz, hofiz, hofize, hofize. Endi ayn va g'ayn harflarining yozilishi va o'qilishi qoidalariga qarang. Ayn bilamiz arab tiliga eng xos, arab tilini eng muhim harflardan bittasi va maxsus tovush ishlatiladi, ya'ni bo'g'iz tovushi. Bu yozuv demak
vazifasiga ko'ra boshqa harflardan ajralib turadi. Bu ham to'rt xil yoziladi. Yakka alohida holda, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxirida. Xo'p, demak, ayin asosan ayin alohida shakli, bu ham chiziq usti, chiziq ostida va so'z oxiridagi shakli ham shunaqasi. Chiziq usti bilan chiziq ostida yoziladi. Ayin arab tilida bu bir nima o'ziga xos bo'lgan portlovchi bo'g'iz tovushi. Demak, arab tili orqali kirgan so'zlardagina uchraydi. A, E, U, E tovushi birikmasini beradi. Xo'p, ayin so'z boshida kelganda, demak, tilimizga o'zlashgan so'zlarning ayrimlari A tovushi sifatida talaffuz qilinadi va yoziladi. Masalan, aql so'zini ishlatsak, aqlda A harfini, amalda ham A harfini. Ba'zi bir so'zlarda esa unli tovushini anglatib keladi. Masalan, imorat. Bu forsida imorat, o'zbek tilida imorat. Arab tili orqali kirib kelgan ayrim so'zlarda tovushlarni ifodalaydi. Tovushlarni umr, masalan, umr hamda e, ulamo so'zlarida. Ba'zi so'zlarda tovushni ifodalaydi. Buning uchun yozuvda ayinga alif harfi e, qo'shib yozilishi shart. Demak, masalan, oqil so'zida ayn harfi so'z boshida alifdan keyin kelganda ko'pincha hozirgi yozuvimizga tutuq belgisi bilan ifodalanadi. Masalan, e'tibor, a'lo degan so'zlarda. Ba'zi so'zlarda ayn harfi so'z boshida o'z xususiyatlarini yo'qotgan bo'ladi. Eso, asso, masalan, eso, hasso, hassa so'zida. Eso yoki aid, hayit so'zida. Mazkur so'zlar asrlar davomida o'z talaffuz xususiyatini yo'qotib, o'zbek tilining talaffuz qoidalariga moslashgan. Ayn so'z ichida yopiq bo'lgandan keyin kelsa, keyingi bo'g'inni oldingisidan ajratib turadi. Bu xususiyat hozirgi yozuvimizda tutuq belgisi orqali beriladi. Masalan, bid'at, sun'iy degan so'zlar. Hozirgi o'zbek tilida arab tili orqali kirib kelgan ayrim so'zlarda ayn talaffuz ham qilinmaydi, yozilmaydi ham, lekin fors yozuvida ayn harfi yozilishi shart. Xo'p, sham, jam so'zlarida masalan ayn harfida xos bo'lgan ba'zi bir so'zlar bu yerda misol tarzida keltirilgan. Ilm, odil, ofiyat, tog', maosh, molaje, daf, mamnu. Va g'ayn harfiga e'tibor beramiz. G'ayn harfi ham ayn kabi bir-biriga o'xshaydi, faqat bitta nuqta bilan farq qiladi. Ba'zi bir so'zlarda masalan biz buni nimasini uchratamiz. Ulanishi va bu harflarda demak qanday o'rin tutishini ko'ramiz. G'olib, g'azo, g'azoxo'ri, mashg'ul, mag'lub, darih, tih kabi so'zlarda bularni biz ko'ramiz. Demak, mana bugungi ko'rib o'tgan to'rtta harfimizni ham bugun yakunlaymiz. Hop, keyingi darsda uchrashguncha, demak, xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.